Avvalambor assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, azizlar. Bugun mana bir yaxshi ko'rgan og'amiz Bahramonning uyida katta to'y tantana bo'lsa, Aqtikana 5 to'yni bir katta qilib nishonlab o'tiribdilar. Bugungi yaxshi to'y bilan shu Bahramonni, Muborakimni, Ilhomomni, Benzabirni chin yurakdan tabriklayman. Ilohim shu bo'lgan chaqaloq umri bilan bergan bo'lsin. Alloh taolo ilohim odamlar qarasin, bir ela yurtga kerakli bir inson bo'lib yetishsin. Xizmatlar uchun otalarini, onalarini hammaga buyursin ilohim. Shunning gullari yetmaganlarni ilohim hammasini yetirsin. O'g'ilsiz o'g'il, qizsiz qiz bersin. Yana avvalama aytganimizdek kursini yaxshi kun to'ylarga kelib turibmiz. Bundan keyin ham yaxshi kunlarga kelaveramiz. Bir arkadaşımız ham sababina Dilshodbek ukamiz ham katta qissalari bor. Og'a yuring, birga borib o'tirib qaytamiz 5 to'yda dedi. Endi sal bir mas'uliyatli ishdan yuklamayaptilar bizlar. Shundan bir ilojini topib chiqishga harakat etdik. Buning uchun Dilshodbek ukamizga rahmat deyman. İlyas Hamza'na rahmet. Bizler şimdi işaret verdi. Sağ olun, selamat olun. Rahmet. Bundan keyin şu yaxshi kunlarda görüşeceğimiz O'zbekistonda bo'lsin, Rossiyada bo'lsin, modal to'y bo'lsin, bizlar san'atkorlar xizmatlaringizda bo'laverishimiz iloyim. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat. Abdullohning